Endi uyga vazifa haqida gaplashsak, uyga vazifa masalasida judayam ko'p ustozlarimiz murojaat qilishgan. Ustoz deydi, bizni ota-onalarimiz farzandlari bilan shug'ullanishni xohlashmaydi. Uyga vazifani bolani o'zi qilish kerak. Uyga vazifani qilish bolani o'zini mas'uliyati. Shuning uchun bola maktabda yaxshi o'qigan bo'lishi kerak, ya'ni ustozi o'rgatgan bo'lishi kerak. Shuning uchun uyga vazifani ham bola o'zi mustaqil qila oladigan bo'lishi kerak. Ustoz shunaqa yaxshi o'qitgan bo'lishi kerakki, bola mustaqil uyga vazifani ham qila oladigan bo'lishi kerak degan fikrlarni iddao qilishadi. Shu qanchalik to'g'ri deyishadi. Ota-onalarni ushbu fikrlarini ikki xil baholayman. To'g'ri hamda noto'g'ri sifatida. To'g'riligi, bola uyga vazifani mustaqil qila oladi yuqori sinfga o'tganda. O'sha 7, 8, 9 sinf bo'lganda bemalol bola o'zi mustaqil uyga vazifalarni o'zi qila oladigan bo'ladi. Lekin boshlang'ich sinfda 1-sinfdan toki 4-sinfgacha, borganda 5-sinfgacha ham bolalarga ota-ona doim kerak bo'ladi. Buni hozir ilmiy asoslarni keltirib o'taman. Uyga vazifa bolaga ma'lum bir topshiriqni uyda bajarish, qaysidir savolning javobini topish va hokazo uchun berilmaydi. Do'st uyga vazifa aynan uyga vazifani bajarish sharti bilan berilmaydi. Uyga vazifa aynan ota-ona bilan bolani ertangi darsga tayyorgarlik ko'rish ko'nikmasini rivojlantirish uchun beriladi. Buni hozir ilmiy asoslarni ham keltirib beraman. Uyga vazifa jarayonida ota-ona ishtirok etsa qanchalik foydali, agar bola o'zi mustaqil ishlasa qanchalik foydali. Buni ko'rib chiqamiz. Men hamma narsaga ilmiy yondashishga harakat qilaman va hozirgi aytadigan fikrlarim ham shunchaki o'zimning fikrlarim bo'lmaydi, albatta ilmiy asoslarga tayangan holatda javob beraman. Bolalarni o'qishga rag'batlantiradigan narsa bu dopamin gormoni hisoblanadi. Bolada dopamin ajraganda bolada ijodkorlik uyg'onadi, bolaning intellekti tonusga keladi va ko'plab kashfiyotlar qilib yuborishi mumkin, hattoki dopamin ta'sirida. Bolalar bu narsaga qodir. Shunchaki ota-onalar farzandlariga shunaqa past nazar bilan qarashadiki, ayrimlar, hammasi ham emas, ayrimlar shunaqa past nazar bilan qarashadiki, go'yoki bolasidan kosmonavt chiqmaydigandek, go'yoki bolasidan olim chiqmaydigandek qarashadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Chunki bolamiz katta bo'lishini, katta bo'lganda kim bo'lishini, qanaqa inson bo'lishini biz oldindan hech qachon bashorat qila olmaymiz. Biz taxmin qilishimiz mumkin. Xullas, bolalarda shunaqa katta potensial borki, juda ham katta imkoniyat borki, bola o'z ichki imkoniyatlarini, qanaqa potensialga ega ekanligini bilishga haqli. Ota-onani mana shu protsesda, uyga vazifa jarayonlarida qatnashmaslik bilan, bolani bilim olishga be'etiborligi bilan bolani nimaga qodir ekanligini bilish huquqidan mahrum qilayotgan bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bola o'zini nimaga qodir ekanligini bilishga haqli. Lekin ota-ona shuni bildirishga qo'ymayapti. Qanday qilib? O'z holiga tashlab qo'ygan. O'zing qil uyga vazifani deydi. Ustozing yordam bersin deydi va hokazo. Ota-ona oldida o'tirsa shu ochilib qolarmidi shu bolaning qobiliyatlari desa, men bunga quyidagicha javob beraman. Onani ovozidan bolani tanasida dopamin gormoni ajralar ekan. Bu chaqaloqlikdan shunday, tug'ilgandan shunday. Onani ovozini eshitishi bilan bola jim bo'ladi. Dopamin gormoni ajralishi mana shu tug'ilishi bilan boshlangan onaning ovoziga bog'liqligi shu tarzda davom etib kelyapti. Bu hech qachon tark etmaydi. Inson onasini yo'qotganda u necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar, otani yo'qotgandan ko'ra ko'proq azob chekadi. Chunki onani ovozidan ajraladigan dopamin endi yo'q. Shuning uchun bu proses tug'ilganda boshlandi va u doimiy mana shunday bo'ladi. Shuning uchun onani ovozini eshitib turish
uyga vazifa qilayotgan paytda barakalla bolam, juda zo'r o'rganibsan, men seni yaxshi ko'raman, qoyil, shuncha narsani o'rganib oldingmi kabi bilmagan joyida ham bolaga поддержка bo'lib, unga uni qo'llab-quvvatlab, unga motivatsiya berib turilsa, dopamin 2-3 hissa ko'p bo'ladi. Mana bu bolani kelajakda ichki qobiliyatlarini, ichki potensialini maksimal darajada ochishga yordam beradi. Uyga vazifa biron bir shartni to'liq bajarish uchungina berilmaydi. Asosiy maqsad uyga vazifa berishdan boshlang'ich sinflarda asosiy maqsad xuddi mana shu ota-onani bola bilan birga o'tirib ilmga, fanga, darsga e'tiborli ekanligini ko'rsatish va bolani mana shu protsesslarda qanchalik qobiliyat bilan ishtirok etayotganligini kuzatib borish, bola qiylanayotgan joyida unga tirgak bo'lish, unga madadkor bo'lish, unga motivatsiya berish, ya'ni motivator rolini o'ynash va hokazo. Uni samimiy quchoqlab, bag'riga bosib, uni erkalatish yutuqlarida va hokazo. Mana shu kabi protsesslar har kuni bo'lishi kerak. Shuning uchun ham uyga vazifa boshlang'ich sinflarda yuqori sinfdagiga nisbatan juda ham dolzarb. O'zi yuqori sinf bo'lganda bola ota-onasidan yordam so'ramay qo'yadi. Lekin boshlang'ich sinfda uyga vazifa qilmoqchi bo'lib, bolalar onalarini, otalarini ortidan ergashadi. Menga o'rgating va hokazo desa, ko'p ota-onalar kelib men charchadim. Ayangga bor, ayasi otangga bor. O'zlari telefon bilan band, serial ko'rish bilan band, kir yuvish bilan va hokazo uy yumushlari bilan band. Ular bola uchun eng kerakli bo'lgan mavsumni o'tkazib yuborayotganligini his qilishmaydi. Ya'ni aynan mana shu davrda siz bolaga keraksiz. Boshqa paytda emas, aynan hozir mana shu boshlang'ich sinfda o'qiyotgan paytda 1-sinfdan 4-sinfgacha ota-ona bola yonida bo'lishi shart. Har kuni uyga vazifasini kuzatib borishi, yonida o'tirib dars qilishi shart. Aks holatda bola kelgusida siz xohlagan inson bo'la olmay qolsa, siz orzu qilgan kasbni egasi bo'lmasa yoki umuman olganda siz o'ylagan inson bo'lib yetishmasa, aybni boladan qidirmaslik kerak. Agar siz har doim birgalikda muammo bilan kurashishda yonida tursangiz, bolaga поддержка bo'lib tursangiz, bolani har doim ilmga, fanga rag'batida siz unga motivatsiya berib tursangiz, bola albatta har qanday qiyinchilikni yenga oladi. Aks holatda juda ham tez sinadi, muammolar oldida stressga tushadi va hokazo. Ikkinchi yana bir tushuncha bor. Ota-ona yordam beraversa, bola shu yordamga o'rganib qolib mustaqil dars qilmaydi deyshadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Ayrim ota-onalar bolalarning uyga vazifalarini o'zlari qilib berishadi-da. Bu noto'g'ri endi. Bola qilish kerak uyga vazifani, ota-ona esa unga yordam berib xatolarida to'g'ri yo'lni ko'rsatishga yordam berib tursa bo'ldi. Lekin 100% bolani vazifasini ota-ona qilib bermaslik kerak. Mana shuni aytib qo'ymoqchi edim. Uyga vazifa masalasi shu bilan menimcha uzul-kesil hal bo'ldi. Rahmat.